Va nihoyat Buxoroning qoq markazidagi o'sha ozerani topdik. Ana u yangi ozerani 3 soatdan beri qidirib, ana bu yerdan bir balo qilib kirib, endi pishkom ana bu yo'llardan yurib, sizlarga yangi ozerani ko'rsatishga kelyapman. Bu tarafdan kelib o'tirmanglar, qo'ymadilar bizga. Endi biz boshqa joyni qidirishga ketyapmiz. Shuncha pishkom u yoqqa bordik. Aslaki bu yoqdan umuman bitta odam o'tish mumkin emas dedilar. Endi boshqa joyni aylanib kelyapmiz. Nimaga bunday keldik? Bizning uyimiz bu tarafga-ku, globusning tarafidan biz bunday keldik-da, bu yoqdan, короче, yo'l yo'q. Qanaqa joy borligini bilasizmi?